Köpçülükki ma'lum canlıqlar bilen insonlar intayin qo'yiq munosabatda ijil inoq bo'lib kelgan. Kala kuchi bilan yezi egilikimizga yordam bersa, go'shi bilan bizni kuch-quvvatga ega qildi. Suti bilan o'z sog'lom timan qildi. Kala suti tabiatining o'lishsiz, yiqishliq, tamlik bo'lish aloyidaligi bilan insoniyatning sog'lomligini bugunga ulg'an. Uyqusi qochgan, badanda ozuqliq modda yetishmagan qon oz do'stlarning kala suti bilan muvaffaq ozuqlanish orqali qon to'liqlashini, kala sutini muhim xom material qilib xalqimizning sog'lomligiga sunilgan udun, oltin yaproq, hayotlik guyurning qon tomirlarini kengaytib, qon tomir to'salg'ularini ochib, xalqimizga haqiqiy sog'lomlik berishida uningda kala suti javhiri bo'lganligida. Şuna dostlarning tabiat ne'matlari bo'lgan udun, oltin yaproq mahsulotlari orqali texmi timan, sog'lom, qaysar yashashini umid qilaman.